Assalomu alaykum hammaga. Sizlar charchamasizlarmi? Mana sizlarga layfhak ko'rsataman hozir. Kimdir uyida mablag' stolchilarni sinib ketganlari bo'lsa, bularni olib qo'yib, bir xillarni yig'ib olib, keyin mana bunaqa qotib chiqsanglar bo'ladi davolga. Davolga suyanib o'tirish uchun qotiryapti. Gips gardonga kraska sepib, gips gardonga qotirib chiqaman. Bu tapcham bo'lyapti. Konteyner ichiga qilingan narsa bu. Mana bu yerda tagida joy qo'yapti. Shu tagiga narsalarni tiqib olish uchun. Mana ko'rasizlar. Mana shu narsadan olib qo'yinglar. Stol sinib ketadi, kimgadir tashlab yuborgisi keladi, lekin buni olib qo'ysa, ko'p narsaga ishlatsa bo'ladi bu narsani. Davollarga qotirib qo'ysanglar, suyanib o'tirganinglarda bellarni og'ritmaydi. Layfhakimiz ish konteynerni bunaqa qilyapti. Chetidagi karkaslar hammasi almashtirib tashlab, profildan qilindi, chetlariga kelmay tortib. Bu mana bu holatda turgan holat edi. Ish holatdan mana bu holat yopilgan. Mana chetlariga piskardor qilingan narsa mana. Bu xonamizni ham kattalashadi, xudo xolasa. Chetlar qo'yilgan, ichkariga rozetka, kulchatir hammasi bor. Xudo xolasa bitgan holatida yana bitta tushuncha qilamiz. Hammaga omad. Mana shu stolchilar narsalarni olib qo'yinglar. Odam kerak bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Assalomu alaykum yana bir bora hammaga. Mana xudo xolasa layfhaklarimiz ham tayyor. Gilamlarni ham sog'ib oldik buni. Xudo xolasa bu yerdagi yana qolgan variantlarini ko'rsatamiz. Hozir bu chetida turgan valarni ko'chlarga e'tibor bermaysizlar, hozir kelaylab qo'ygan bo'shan yopishib turgani uchun. Ertaga xudo xolasa olib tashladi. Ertaga xudo xolasa eshikni tagiga ham naves qilinadi. Kajurlari bo'ladi. Ularni ham sizlarga qo'yib ko'rsatamiz xudo xolasa. Xudo xolasa kelajakda kichkina xonamiz bor, mana bu to'g'ridagi kichkina xonani ham o'rnini obzorini qilamiz. Noldan yig'ib, o'rni ichini chochib, hamma narsasini eshiklarni ochib, konteyner eshiklarini ochib, hammasini boshqatdan yig'ib ko'rsatamiz sizlarga. Xuddi shunaqa xona bo'ladi. Xudo xolasa qilamiz buni. Kuzatishda davom ettiringlar, like, podpiska esingizdan chiqmasin. Rahmat sizlarga, sog' bo'lasizlar.